qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, nomarddan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib, davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib, kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar, andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib, boshim toshga tekkanda chekkanimdan adomat, Tangridan ertayu kech so'ragan menga omad. Ona duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim, quyoshdek porlab turing, boshimda nurlar sochib olam olam olam. Mehribonim onam, beozorim onam. Assalomu alaykum qadrdon Tojikiston ahli, aziz vatandoshlar. Biz Plemenoy mollarni yarmarkasida o'zimizni Plemenoy firmamizdan yarmarkaga, ko'rgazmaga mollarimizni olib kelganmiz. Kimga shunaqangi mollar kerak bo'lsa, abrashasa qilishlaring mumkin. Xudo xolasa hammaga shunaqangi chiroyli mollarni yetkazib boramiz. Assalomu alaykum Dalnaboshi aziz podpischiklari, vatandoshlar, Tojikiston ahli, Tojikistonga Plemenoy marhamat. Kimga kerak bo'lsa mollar, sementar, galishtin, chorni piyostiri ya va shunga o'xshash mollar kimga kerak bo'lsa, abrashasa qiling, ekranlaringizni Tojikiston ahliga yetkazib borishdan charchamaymiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol abrashasa qilinglar, biz xizmatda. Hammaga rahmat. Podpisatsiya обязательно like, esdan chiqmasin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, Tojikiston ahli, chorva ishqibozlari. Sizlarga ajoyib yangiliklarimiz. Biz qancha yildan beri Tojikistonga chorva balechilariga, chorvadorlarga mol yetkazib berishda ko'makdamiz, yordam bermoqdamiz. Yana kimga shunaqangi chorvalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga abrashasa qilishlaringiz mumkin. Aziz vatandoshlar, bu bizni birinchi martamiz emas yoki oxirgi martamiz emas. Shu kommentariyaga yozib qoldirsalaring, kimga mol olib borib bergan bo'lsa yoki kimni molini jo'natib bergan bo'lsak, biz xursandmiz. Kim qabul qilgan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiringlar. Albatta like bosinglar, ko'pchilik ko'radi. Kimda Rossiyadan moli bo'lsa, abrashasa qilishi mumkin. Bemalol, xudo xolasa 100% garantiya yetkazib berishga tayyormiz. Aziz vatandoshlar, sizlarga bu videomizni qilishdan sababki, o'zimizda Tojikiston davlatida mol, ya'ni jonzotlar qimmat bo'lgani sababli biz yordam berishga tayyor. Rossiyadan Plemenoy, xudo xolasa, sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida kimga qanaqa mol kerak bo'lsa, yoki mollaring bo'lsa, biz 100% garantiyasi bilan yetkazib berishga tayyor. Hammalaringga rahmat. Like bosinglar, do'stlar, do'st birodarlaringga jo'natinglar. Biz xizmatga tayyormiz.